Xo'p, zamonaviy biologiya kitobi, birinchi variant 22-savol yechimi. Ko'rsatib turgan mansub ko'za chigitining mikropilla qismidagi tuklar dominant S1, S1, S2, S2 genlarga bog'liq. Agar genotipdagi dominant gen 4 ta bo'lsa, tuk normal, 3 ta bo'lsa normadan o'z, 2 ta bo'lsa oraliq, bitta bo'lsa juda o'z bo'ladi. Bu genlar retsessiv holatda bo'lganda chigitda tuk rivojlanmaydi. Mikropilla qismida normal va tuksiz chigitli g'o'za navlari o'zaro chachishtirildi va F1 avlod tahlillashtirilganda olingan o'simliklarning necha foiz qismi normadan oz tukli bo'ladi? Chiroyli savol beribdi вообще. Savol chiroyli. Bu slaydimda yozishni uqlab bo'lganligi uchun daftarda birinchi yechim qildim, keyin shu daftarda rasmga olib slaydga demak qo'shdim. Slaydga qo'shdim demak rasmga olgan rasmimni. Ko'rsatib turgan mansub g'o'za chigitining mikropilla qismidagi tuklar. Mikropilla qismida dominant demak shu genlarga bog'liq. Biz aynan bu genlar, ya'ni bu masalani yechishimizda aynan S1, S1, S2, S2 genlar bilan yozishimiz shart emas. Istagan gen bilan yozishimiz mumkin bo'ladi. Endi masala sharti S gen bilan aytgan. Endi men ham yechim qilib S bilan yozdim. Lekin biz istagan belgini, ya'ni sening o'rniga